Assalomu alaykum. Siz ayting, hozir mahsulotlaringizni qaysi dollar hisobidan yoki shu qattiq valyuta hisobidan qayerga sotyapsiz? Kimga sotasiz? Kimga? Sizdan Yapon sotib oladimi, yo Koreya sotib oladimi, yo Germaniya sotib oladimi mana shunaqa narsa? Kimga bermoqsiz? Borib Qirg'izga berasiz. Qirg'iz siz uchun nima? O'zini ayting, dollarni yaxshi ko'rasizmi? Ha, sen yaxshi ko'ramiz.